Serkira iste'dod sohibi Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludini munosib nishonlash maqsadida Xiva tumanidagi 23-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida adabiy badiiy kecha bo'lib o'tdi. Tadbirda maktab direktori Zamira Allayarova so'zga chiqib, shoh va shoir, sarkarda sifatida jahonga dovruq taratgan Zahiriddin Muhammad Boburning yozgan asarlarida vatanga muhabbat, insonparvarlik, ma'rifatparvarlik, mehr-oqibat, yaxshilik va ezgulik tarannum etilganligini ta'kidlab o'tdi. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari tomonidan tashkillashtirilgan mazkur tadbirda o'quvchilar Zahiriddin Muhammad Boburning hayoti va ijodi bilan yaqindan tanishibgina qolmay, balki uning yozgan asarlarini, g'azal va ruboiylarini yig'ilganlarga aytib berishdi. Boburning hayotida bo'lgan muhim o'zgarishlar, qiyin vaziyatlarda qabul qilingan qarorlar, hayoti davomida ilhomlangan jarayonlar, ijodiy faoliyatidagi chekinishlar va ijodi eng gullab yashnagan davrlar yoshlar e'tiboriga havola etilgan sahna ko'rinishida aks etdi. Tole yo'q jonimga, balolig bo'ldi, har ishni ayladim, xatolig bo'ldi. O'z yurtim qo'yib, Hind sari yuzlandim, yorab netayimni yuz qarolig bo'ldi. Yaxshi kishi qilmagan yomonlik qiladi, qachonki yomon bo'lsin, jazo doktoridir. Shuningdek, o'quvchi yoshlarning diltortar kuy va navolarga raqsga tushganlari esa barchaga birdek manzur bo'ldi. Turli xildagi chiroyli qo'shiqlar yig'ilganlarga madaniy xordiq ulashdi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Vatan uchun ko'ksim tog' qalqondir sha'nim, uni desa shamolday uchqur samanim, bor bo'lsam chamanimni, o'lsam kafanim, mangu berdilik menga taqdir azal. Vatan uchun ko'ksim tog' qalqondir sha'nim. Xiva tumanidagi 23-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabimizda shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Boburning 543 yilligi munosabati bilan maktabimizda ma'rifiy madaniy tadbir o'tkazilmoqda. Tadbirimizda maktab o'quvchilari tomonidan Zahiriddin Muhammad Boburning hayot ijodi, g'azallari chiroyli tarzda aytib berilmoqda. Ayniqsa sahna ko'rinishlari o'quvchilarda tarixiy tafakkurni va vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirib kelmoqda. Biz o'quvchilarda ajdodlarimizga bo'lgan merosni uyg'otishda nafaqat o'z hissamizni qo'shib kelmoqdamiz, balki bilim va ularga bo'lgan hurmat e'tiborni kengaytirmoqdamiz. Albatta, joylarda buyuk shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludiga bag'ishlangan ma'naviy ma'rifiy kechalarning o'tkazilishi ularni shoir ijodiga bo'lgan qiziqishlarini yanada orttirish, uning yozgan asarlarini, g'azal va ruboiylarini o'quvchi yoshlarga yaqinroq tanishtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.